Barchangizga salom. Siz qo'rquv olamidasiz. Demak, u meni ko'chaga chaqiryapti. Qo'rqinchli audio hikoya. Biz boshladik. Richard odatdagidek uyda o'tirar edi. Televizor ko'rardi. Hamma narsa yaxshi. Hamma yoq jimjit edi. U uyda bir o'zi yashardi. Kuni bilan ishda bo'lar. Kechasi taxminan soat 6larda ishdan kelardi. U alohida yashar, uyda faqat bir o'zi turar edi. Ayoli ham, bolalari ham yo'q edi. U shaharning ichida yoki markazda yashamas edi. Aksincha, shaharning eng chekkasida, o'rmonlarning ichida yashar edi. Bu yer ancha tinch, tabiat juda ajoyib edi. Ishga borib kelishga kelsak, u bunga umuman qiynalmas edi. Chunki ishxona ham o'rmonning yonginasida edi. Ammo u o'rmonning ichkarirog'ida, taxminan 1 soatlik yo'l uzoqlikda edi. Ishxonada ishlaydigan uning tanishlari o'rmonning ichiga u bilan birga kirishga qo'rqishardi. Ular o'rmonning ichida g'alati maxluq bor. U seni o'ldiradi deyishardi. Lekin u 7 yildan beri shu yerda yashar edi. Va bu narsa uning uchun odatiy hol edi. Ya'ni u o'rmonga doim kirib chiqardi va hech qanday maxluq yo'q edi. U ularni shunchaki mish-mish yoki odamlarning gapi. Odatiy kun. U bugun uyga qaytayotgan edi. Mashinasi uyda qolib ketgan. Ya'ni uning mashinasi buzilgan edi. U uyga piyoda qaytib turgan edi. Piyoda bu narsa 3 soat yoki 4 soat vaqtni olardi. U bundan juda jahli chiqqan, lekin boshqa iloji ham yo'q edi. Bu tomonga biron bir mashina yurmas, hech kim uni uyga tashlab qo'yishni istamas edi. O'sha kuni aksiga olib juda qorong'u va tuman ham bo'lgan edi. Bu narsa atmosferani yanada dahshatli ko'rintirar edi. Bu juda qo'rqinchli va vahimali. Nihoyat, uzoq kutilgan vaqtdan so'ng u uyiga yetib keldi. Eshikni ochdi, chiroqni yoqdi. Asta-sekin kamin oldiga borib o'tirdi. O'zini sevimli idishiga qahva soldi. Kaminning tepasida televizor. Uni g'irchillaydigan kursisi bor edi. O'sha kursida suyanib o'tirar edi. Tashqarida yomg'ir quya boshladi. U bunga unchalik ham e'tibor bermadi. Qahvani ichdi. Kamin oldida isinib, televizor ko'rishda davom etdi. Birdan eshik taqilladi. U hayron bo'ldi. Shunda paytda yetmaganiga, axir bu yerlarda hech kim yurmaydi-ku. Tinchlikmikan dedi. Turdi va eshikni ochdi. Tashqariga qaradi. Bu yerda juda qattiq yomg'ir yog'ardi. Tashqariga qaraganda